kısım kişiler baykin gözünü içip koyup kulavatlar. Yani şundan bir kısım kişilerimiz baykin başkalarına kişini oylan koçu, kızın yalnızlık sözlerini anlaman da şu yerde şundan hayaca olundu. Nurgan işler kıldak kisketlidir. Efsus, şu hayacan, kızgınlık, vatanperverlik duyguları, şu yığın zanları da vatan doğrulukya bulungan sorun özü talqit aldı. Sırpı çıkmaydı. İyilik meyvesi vurup, tağını talqan, çüğünü bostan, kılmakçı bolgan erkekler bolsa, üylerine paylaşmandan keyin öz muqam boyunca yana uxlab yatib. Sizlarga yaqinda anlamak mundaq bir vatan so'zlab kerak. Hammamizga ma'lum, 2009-yili 7 oyning 5-kuni Sharq Turkiston tarixida yana bir surli fojiali kun boshlandi. Yosh yigitlarimiz, qizlarimiz, hatto onalarimiz ko'chaga chiqib Xitoydan adolat talab qildi. Ularning jarongli ovozlari 60 yildan beri otib bo'lganini yolg'onchab turgan orzularini hayda aks ettirdi. Xitoyning qadimi vatanimiz tuproqqa qachon tegdi? Shu vaqtdan boshlab yuragi par bo'lmagan qaysi darddan borki? Ozod zaman degan naqshni to'plab Xitoyni kuylaganlar, kuylayotganlar, kuylaydiganlar ham oz emas albatta. Lekin Janubiy Xitoyning dahshat zulmini chidamay, pag'onlik alamlarini ko'ngliga sig'dirolmay, aziz jonlarini qurbon qilganlar olsin. Men sizlarga so'zlab bermoqchi bo'lganlarga mana shuning misoli. 2009-yili 9-oyning ma'lum bir kuni bir ona 2 oydan beri turmada yetib, azob chekkan. Keyin gunohsiz deb qo'yib berilgan 2 kun bo'lgan o'g'lidan so'radi. Bolam, ko'nglim nimani topdi? Çocuğa ana, senerken çocuğunu belki sevindim. Depti oğlum. Anam öz oğlu çocuğunu beriş için tutuşuktu. Bana baştan ahir anası karıp oturuptu. Ahir ana çocuğunu paylaşıp başlattı. Anam oğlunun özünün közünü üstüne karıp durup oğlunu körüp öptü. Balam kazan payısını tamak pişirdi. Man taraf oldurmayı televizyon körsen bulmandı. Bana depti. Ana senin hareketini körüp oldurun var. Ha bu da ise depti ana. Az ötmey tamaklı pişirdi. Ana oğlunu eğitirdi. Balam tamak pişti. Kolum yiyip teyar olman. Lekin baladan hiç tiliş gelmedi. Ana kayrılıp yanık hisip oturgan bedenini sandılıp kalan kolunu kördü. Allah oğullar nanaydı cimcik ölüm kutaklıkan çıkan. Mana bu bir canlı, şıgırıp bir yaşık girgen günahsızın men biladigan hikayesi. Bunun yana bir misali. Baba, meni ne ketganini deb o'ylab o'tgansan. Tirikmidim, o'lganmidim deb o'tgansan. Yo'q, opa, men o'lmadim. O'g'lim o'lmaydi, kurash o'lmaydi. O qo'liga qurol ilib dushmanga qarshi kurash qilyapti. Sening va jafokash xalqni ozod qilish uchun vijilgan o'g'lar ichidan olti ilgarilayotdi. Xotirjam bo'l, opa. Patiqini oppoq tam otdi. Shu jon sen bilan quchoqlashib ko'rishma. Ota-bobolarimiz, qarindoshlarimiz, dard, alam, hasrat, nadomat bilan odamlik bo'ldi. Biz uchun biz neymiş kıldınız? Yusuf Hasacıp, Mehmet Taşkırı'nın pəxirlini. Yani qaysidir kişilerine dokup, ulanı yıkmaş, içiniş, hem ulanı əslab hatırlaşma. Vətəndəki bəzi qarindaşlarımız əziz canlarını qolla ilib qoyub, Xitayın zulmuna qarşı kürekçiler qılmadılar. Ayaq ediş, yoki ölüş olar üçün bərabər. Aramızda şunlar kişiler var ki, hayatın payını oyun tamaşla dert yaşayalım. Mana bu en ilginçli hayat. Yani yaşaşlı birer məqsəd, arzu olması. Şunda oyları yapan qarindaşlarına bunun sözlerini deyim ki, hayatın en
kinolar emas. Hergizmi yeşil otlaqlarda, tağlı dalalarda qiyqitib, sakrab tushirdigan ish yo'q. Ular aytgan naqshdek o'yinchilik mo'ng'ul romantik emas. Baxtga erishiman, boshqalarni baxtga erishtirman deydigansiz qurban berishni, badal to'lashni o'rgandim. Sharq Turkistonlik bo'lish sifatimiz bilan men nima qilaman, vazifani qanday ijro qilaman, vatandagi qiynalishlarimning og'izlarini boshqalarga qanday yetkazaman deganlarni o'ylab edim. Odamlarning yomonimi aql to'g'ri tuziladi. Xalq orasidagi nachar odatlarni bilim bilan tuziladi. Gunoh eng jo'yi munofiqlikdir. Shaxsiyat uchun o'z yurtini, xalqini o'tga ishtargan kishi bir umr da'vo hasratdan, la'nat nafratdan, tosh kesakdan qutulolmaydi. Mundaq odam tirik qolgan taqdirdimi bo'ynini mo'ristib ustin qilolmaydi. Shunga hayot manotliq tanlash qilish kelsangiz, yashashda munofiqlik yo'lini tanlamang. Chunki munofiqlik menga yo'qotib bo'lmaydigan dog'. Munofiqlik manfaatning quli, vijdon bo'lsa odamiylikning quli. İradsizlik, ruhiy ojizlik, manmanchilik bo'lsa ilmsizlikdir. Bu dunyoda baxtli, qadr-qimmatli bo'lib yashay desangiz, qo'lingizdan ketishicha xalqingizga yaxshilik qilishingiz lozimdir. Bilingki, odam degan bu dunyoda mangu yashamaydi, faqat yaxshi nom qoladi. Oxirgi bir Uyg'ur holg'icha jangda. Kim deydi Uyg'urning ojiz millatda, Uyg'urda bor yurak yo'qdir olamda. Titirsa Xitoyning oldida dunyo, Uyg'ur Xitoyga qarshi alamda. Xitoydan qo'rqmagan kimlar qoldikin, va lekin Uyg'urim qo'rqishdan jiroq. Tanklar dastiga urmoqda ko'krak, tugul ayoli bo'lib bir yaroq. Ko'rdimmi asli qiyri ayolni, ko'rgansan ko'kmay kelgan qiznimi, erkari ko'rashda o'lib tugisa, ayoli o'chirmas bundoq iznimi. Tumanlar Uyg'urni tutdi so'lidi, yosh qiyri ayol ayrimay otdi. Tilini kesdi ham ko'zini o'ydi, kimlarning jasadi nerede yattı? Tinimsiz ajalının o'qlari tegdi. Zindonda qanchalik tanlar söküldü. Qashqarda Urumchi, Oqsu ilida, Xotanda qanchalik qonlar to'kildi. Bu qadar dahshatli cho'chimas kimmo. Uyg'urim va lekin qo'rqib baxmidi. Dunyoni tashvishga solgan Xitoyning hayrisi Uyg'urga hergiz ahmedi. Düşmanga yo'lbosak itlar Uyg'ur. Qo'lida temirning sunuqi yo'qdir. Qalbida parlagan iymon itqon, bombadan qudratli Qur'on ham o'qdir. Ne hikmet yüz berdi semen yolida. Novalda raqibga jonni tikkan kim? Eganchi tumshiqqan siyruq qo'yida düşmanning beshni ekkan, kesgan kim? Bilmagan bo'lsang gar bilvo bayqush. Bu Uyg'ur mushundaq yaralgan millat. Taqdiri qabohat bo'lsinmi bugun qon qisos qiynagan taralgan millat. Tarixda yaratgan buyuk saltanat, qulluqqa abadiy ergmagan bo'yin, yangi bir tarixni yaratmak uchun janggohlar orasi chiqmoqda quyun. Oxirgi bir Uyg'ur qalg'uchi jangda yashaydi bu millat ko'kraklar kirib, yo o'lim yo ko'rim mangulik shuar, voz kechmas abadiy qon ham jon berib. Oxirgi bir Uyg'ur qalg'uchi jangda mustaqil davlati kelguchi qulga jahonga taralgan lakmin Uyg'urim bu jangga jon atab chiqmoqda yo'lga. Rahmat.